Assalamu alaikum Кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Бул кайрылуум Жапыкеевке, то есть кайрылуу дагы эмес, бул кошумчалоо. Жапыкеевдин кээ бир билбеген жерлерине кошумча. Жумалиев, Кубанычбек Жумалиевдин Кочкор Ата шаарында, Жалал Абад областынын Кочкор Ата шаарында чоң дыйкан базар бар. Ал дыйкан базарды 1991-ден 95-жылдын аралыгында менчиктештирип алган. Ошол чоң базар полный Кубанычбек Жумалиевдики. Ал жерди эжеси менен жездеси иштетет. Азыркы ушул күнгө чейин эжеси менен жездеси иштетип, долясын өзүнүн жанагы акчасын берип келет. Бул биринчи. Экинчи, Роза Амановнанын Токтогул районунун центринде чоң мал базар бар. Бул мал базар Роза Амановнаныкы. Роза Амановна күндө өзү ар мал базар сайын өзү келип башкарып, акчасын жыйнап алып кетип турат. Андан кийин Токтогул районунун базары бар. Базардын 30% Роза Амановнаныкы. Так, бул экинчи, үчүнчү неме жанакы Токтогулдук вице-премьер болгон, ГРЭС начальниги болгон. Ал ныкы болсо дагы мал союучу кушканасы бар. Ал жеңеси иштетет бүгүнкү күндө. Assalamu alaikum rahmatullahu barakatuh. Assalamu alaikum el jurt. Sizlerді şu Ramazan ayı bilen tutuktayıp, şu tutkan orozanlar kabul alsın olsun. Ben Жалал Абад turgunumman. Şu Jumalievler bilen kichine nime bolup kaldık. 9 yıldan beri sotlaşıp, başka bolup, kichine bir derdimiz var öyle, şunu bir aytıp koyayım dep kelgen nimem bu yerde. Şu mana Jumaliyev degen, Samarbek degen bu nimenin inisi var Koçkor Ata'da. Bizde atamızdan kalgan içindeki bir bazarımız var. Biz bularga müşakip kaldık bu, kanday oldu bilmeyim. Gelip şu bazarga asılışı bular 2010 yıl topalandı. Mana Zalkar Bank degen bank bilen bozarınca kanday tüzüp şu bazarga asılışıp kanunsuz yollar bilen şu bazarga kirip kelgen. Bul narsa köpten beri demek kılıp atabız. Ötkende televideniyalarga bergenmiz. Başka bolgan. Anan bular bilen biz sotlaşıp жүрüp Müşkerin bir yerde avaz çakırdı bizdi Jumaliyev. Atı Kubанычбек Jumaliyev. Anan Bişkek'e gelip bu yerde görüştük bunlarla. Ne oldu, kanday oldu, var yoğunu söyleştik. Ben aytdım, ininiz şuna zakonunu girip aldı bazarga. Keyin siz yol salayın, makul inem, erten kelgile dediniz. Жалал Абадтан anan yürüyüşler geldi, advokatlar geldi. Gelgenden keyin bir yerde siz situasyonu başka tamanga burup berdiniz. Lebedinevkede Uygurlar toptanıp atat, Kırgızlarla uruşabız dep toptanıp atat. Dasa kılıp anan bizde Bekenbek'e berip, başkaga berip, ança akmağımız çıkardıyız. Kubанычбек Жумалиевич. Emin bu yerde ben bazarda nimesini aytıp koyayım sizge. Bazarda hiç kanday sizler tegeşen yer yok. Ana şu yerde bana bütün dokumentler 9 yıldan beri nime dokumentler var. Ben hazır kıskale 2-3 varağını alıp geldim. Yakta bizi çeli arkiv turat. Sotlu çeçimi var, ben kıska kılıp aytam ben. Çozbayım. Sotlu çeçimde bazar buzulmasın, tiyilmesin, işler bütünce degen. İniniz mi ne kıldı? İniniz buzdu bazardı. Kirpiçlerini yap çıkıp tam saldı. Ayaktaki konteynerlerde koydu. Tadına kay durgan bazarda buzdu. Elde kanını içi otat hazır bana misal için. Bugünkü günde bazar benim atımda. Kubанычбек Жумалиевич, Мырзабекович, барлық документтер менерді. Siz ötkende azatlıkka barıp interview verdiniz.
Hiç qanday salingir tegeshesi yok, inim anday qilgan, bunday qilgan degan so'zlarni aytdingiz. Uyatingiz. Kichina Xudaydan qo'rqish kerak. Quvonchbek Mirzabekovich. Qanday qilib inilaringiz men sizga aytganman, siz tusingizga iningiz yetadi, echangiz yetadi deganman siz bilan ko'rishganda. Quloq soladingiz. Bugungi kunda hozir endi Xudoy bor. Hali siz hali jamon bo'lasiz hali bu yerda. Bu bozorda egasi bor. Sizlar o'rganib qolibsizlar. Boş kelgan odamni ila götüne bir tepib chiqarib qo'yib bozordan alaganinglarni qilib, boshqa qilib. Hozir mana sotlashib o'tamiz mana. Eningiz 7 yildan beri ishlatib o'tadi. Rekitlarmen kelib, inilarimni urib, baldarimni so'gib, ellarda, ayollarda tamoq sotilayotgan yerlarni tepib, shunday qilib bosib olgan eningiz. Uni bar el bilet yerda. Jumaliyev deganda hozir Noken rayoni o'shim tuganib turadi hozir. Hozir manalar ko'rib, hozir el ko'tarilib o'tadi. Quvonchbek Mirzabekovich, yana bir sizga bir xayrlik ketkim keladi. Hali bozma emas, bolalarning, inilaringizni yo'lga soling. Naryoqda bozorlar qanday qurilganini barliq el biladi. Благовещенкедagi птица fabrikani, kirpichiyu, tomi qayerga borganini barliq biladi. Biz anday narsalarda ochgan yo'qmiz. O'zingizni, aqlingizni peshtab, boshqa qilib o'sha yerda chechib qo'yingiz. Men boshqa narsaga o'tmayin. Har suylasanglar sot o'rasiz. Sotlarni yaxshi bilasiz. Siz dejurniy sotlaringiz har bir rayonda bor, har bir oblastda bor dejurniy sotlar. Atigacha aytib beraman men. Atjonigacha. Anday bo'lmaydi. Mana Nokenda meni advokatimni sotib oldinglar. Vajning sotga kelmay qo'ydi. Bir oydan keyin shuni Nokenga sot qilib qo'ydinglar. Jallovatda ikkita dejurniy, областной sotda ikkita dejurniy nimangiz bor, sotingiz bor. Azamat degan bilan Malik degan sotlar. Alarni ham bilamiz. Alarga atot bersangdagi advokatday o'tiradi. Bala iningizga advokat ular, sot emas, advokat ular. Bu yerdagi svязьlaringizni bilasiz kim bilan? Bizdeki deseyler sot çeçet, sot öğresiz. Ançalik öğrenim bolmak. Sot tevede. Allah Teala çeçet bardığımızı, takdirimizi. Bu yerde kanday sotlaştık, mine sotlaştık, bardığı dokumentler var, Xudoy buyursa. Ya bizim komissiyaga ilashib qolamiz. Ya bo'lmasa mana o prokuratura SMB'lardan kichkina o'yganar. Uqtab jata olmasa kerak. Mana bugungi kunda hozir bir delomiz AKS'ga berganmiz. AKS Nokenga jo'natibdir prokuraturaga. 3 oydan beri, mana 2 oy, 3 oydan beri rezultat yo'q. Andan murdag'isida bir uголовный дело, iningizga uголовный дело tayyor, dab tayyor. Nima? Tilakka qarshi mana shunday bo'lib, mana bu prokuratura yoq-bu-yoqlarda endi iningiz o'ta Xudoydan ham kuchli ko'p ketgan ekan, javob kelib o'tadi. Bu yerda men bardığını qayrilgim keladi bu yerda. El yurt, ko'zingizda ochqila. Anday bo'lmaydi. Bu hozir andayim yo'q, bundayim yo'q. Men mananday qilib o'tganda men intervyusini ko'rdim. 200, 300, 500 obyekt var sizde. Çoğu kichinaga bo'lib. Buni hem el chechetmi? Hem hükümetten tilavatamiz endi, Xudaydan tilavatamiz. Yoqdan Xudoy shu ko'ngliga salar bu hükümetning nimesini deb umidlanib turamiz. Endi bu yog'i ko'zingizni ochib, inilaringizni ham kichkina yo'lga solib, bu Qo'chqoradan eliga hozir bir ko'tariladi el. Qo'chqorada tugan bo'ldi, tugandi. Sizlar tug'anlaringizni orqasidan tugandi bardigi. Gaday bo'ldi. Suymiq aytmoqchi. Anday bo'lmaydi. Ema prezidentga 30-40 yo'li qayrildik biz. 30-40 yo'li. Qog'oz baratda 10-chilar kuni sot bo'lsa, bular 10-chilar kuni bizga atvet jo'natib qo'yadi. Biz Erxoniy sotga jo'natdik, ko'rilib o'tadi. Generalniy prokuraturaga berdik. Bu Samarbekda samoupravство bor. Samoupravство. Sotni chechimi bozor buzilmasin, tiyilmasin deb o'tadi. Bu kelib, alaganday qilib bozorni buzib,
kirpiçlerini hep çıkıp tam salıp, orundan nemelerdi koyup, bu samoupravство deyiladi. Prokuraturaga, Generalniy prokuraturaga qayrildik qancha jolu. Generalniy prokuratura nimaga jo'natadi Nokenga. Tez deloni topqila deb. Chaqiradi, barsak delo yo'q. Uголовный делолар жо'qolib ketgan Noken rayonida. Bu qanday desa bo'ladi? Qanday tushunsa bo'ladi buni? Qayerda bu haqiqat? Noken Qo'chqorata eli ayollar, ayniqsa ayollar ko'pi so'ramdi. Shu обращениеga chiqsangiz bir so'ranib qo'ysangiz, bizni yetim qilmasdan shu jumaliklardan eslaman olib chiqib ketsin degan so'zlar bo'ladi. Bu degan ayollar qiyinchilik bilan o'ta qiyin ahvol yerda. Bardan urib solib, prokuraturaga berib, yaqinda bozorga o'tib ketdi buni. Shu ayollar begona bechara ayollarni nima qilib, hozir mana prokuraturaga, sotga go'shqa bergan, bunday aytganda. O'sha so'roq berib yuradi. O'shandukdan el yurt men sizlardan so'ranadilar, to'g'ri tushunib situatsiyani. Bu to'g'ri ish boshlandi. Buni ayog'iga yetish kerak buni. Hozir yetilmasa, keyin qo'znoladi. Mana men buni qancha yo'li ko'tarib chiqdim mana. Akipreslarda chiqdik, boshqa bo'ldi. Generalniy mana ishonsangiz bir lyokovoy mashinani bagajniga to'ldira dokument. Har tomonlama men tasdiqlab berishim mumkin. O'shaning uchun bardinglar birgalashib bir jaqadan bosh chiqarib, shali qilib o'sha ishni ayarına yetish kerakda. Men o'yim shu. Rahmat, tumanlar.